4-chi bob. Go'zal Farg'ona. Qutlug' Suboshi Farg'onaga bir kunlik yo'l qolgan joyda dam ilib turganda, boshlamchi qo'shin chaparmini kelib, uningga qarshi tarafning qorovullari ko'ringanligini. U yoqdan kelgan bir tarixchining aytishicha, 10 chaqirimcha yiroqlikda yog'iy qo'shini borligini xabar qildi. Qutlug'bay qo'shinga otlanishga buyruq berdi. Hamda atiganlik tomoqqa o'ltirgan cheriklar hopola-shopola yeb ichib yo'lga chiqdi. Ikki osh pishim yo'l mengib, Qutlug' Suboshi boshlamchi qo'shin turgan joyga yetib keldi. Boshlamchi qo'shin mingboshi Mahmud Qodosh uningga oldida yog'iyning bir tuman cherigi borligini, ular xabar tepib jangga tayyorlanganligini aytdi. Suboshi Poqlon tuman boshini 1-sapga, To'qti tuman boshini 2-sapga tayin qilib buyruq berdi. Qolgan qo'shin orqada tayyor turmoqchi bo'ldi. Kun tush bo'lganda 2 tuman boshi yo'lga chiqdi. Poqlon tuman boshi qo'shini bir to'pilikdan o'tib tovan tarafga ilgirlagan edi. Ko'z yetim joydagi daraxtlar orasidan yog'iyning piyoda cheriklari sap tortib chiqib keldi. Ular o'ttira, o'ng, so'l sap bo'lib qilichlarini egiz ko'tarib, hayvat bilan yiqilib kelmoqda edi. Orqalarida, yiroqroqda otliq cheriklar uzun sap tortib qatorib turibdi. Poqlon qo'shin zid sap bo'lib diqqat bilan yog'iyni ko'zitib turmoqda. Orqalarida Mahmud qo'shin. Ularning kaynida bir do'ngda Qutlug' Suboshi bir to'p cherik boshi va qoruqchilar bilan turmoqda edi. Yog'iy sepi yiqilib keldi. Bu yoqdagi cheriklar qo'llarida hech narsa yo'q, parvosiz turadi. Yog'iy cheriklari oldidagi boshliqlarining boshlamchiligida yalon qilichlarini yo'qri ko'tarib, o'ga silib yugurib keldi. Ular qarshi kuchni chaylab o'tib ketgudek hayvatlik kuch bilan kelib o'zini urdi. Biroq qarshilarida to'yiqsiz paydo bo'lgan nayzi temiga so'qilib, nurg'ullari do'maladi. O'diqqan yog'iy oli to'plan bo'lib turganda, orqisab kuchi o'xshash harakat bilan urindi. Poqlon qo'shin to'yiqsiz orqasiga 20 qadam chekingan edi. Yog'iy Mahmud qo'shinning o'xshash nayzi temiga so'qilib to'xtadi. Ular bu ikki qaytimliq so'qishda bak ko'p chiqim tortib chekindi. Bir pasdan keyin yog'iy otliqlari qilichlarini yalangdab, o'ga suram bilan ot soldi. Qutlug' qo'shinning otliq yigitlari piyodlarning oldiga o'tib, yog'iyni to'sib elishdi. Otliq jang boshlanib ketdi. Chang to'zonlar orasida g'uva ko'ringan odamlar otliq piyoda elishadi. Qiyiqqa so'ran, qilich nayza ovozlari borg'on siri avjiga ko'tarilmoqda edi. Orqasidan yordamga kuch kelib, dushman qaytadan qistab keldi. Qutlug' Suboshi tayyor qo'shinga buyruq qildi. Ular jangga kirib oz o'tmay, yog'iy orqaga dojidi. Qutlug' Suboshi sap bo'yicha umumiy hujumga buyruq berdi. Urra ovozlari bilan hujumga o'tgan cheriklarning kuchiga bavo kelolmagan yog'iy qechishga boshladi. Qutlug' qo'shin qo'g'lab urib, daraxtlikdan o'tib bir edirga chiqqanda yog'iy cheriklari pitrab ketdi. Qoshqini qochdi, qolg'ini asirga tushdi. Kun o'ltirishga terak bo'yi qolganda jang tugadi. Keyin ma'lum bo'ldiki, yog'iy Farg'onadan yana bir tuman cherik avatib ekan. 2 tumanga qarshi 2 tumanning urushi bo'pti. Qutlug' qo'shinning yana 2 tumandan ortiq cherikining urushga qatnashishiga hojat bo'lmadi. Atsi tushdan keyin Qutlug' qo'shin Farg'onaga yiqilib keldi. Oldida
hech nimadan derak yo'q. Yezi kentlar bo'sh. Odamlar urushdan qo'rqib qochgan o'xshaydi. Shaharga 15 chaqirimcha yo'l qolganda bir yezi chetida Qutlug' Suboshi qo'shinni to'xtatishga buyruq qildi. Ahvol aniqsiz. Boyqab minish kerak, dedi u. Qo'shin to'xtab, dam olg'ach tayyor turdi. Bir hozirdan keyin boshlamchi qo'shin choparmini kelib, shahardan bir qism odamlar kelganligini, cho'ng boshliq bilan ko'rishimiz deb talab qilganliklarini aytdi. Qutlug'bay ularni boshlab kirishga buyurdi. Bir pasdan keyin 30 dak odamni boshlab kelishdi. Ularning orasida salla talpaklik, tashmat yaktaklik har xil odamlar bor edi. Ularda qo'rqish va huduqish kayfiyati bilinib turadi. Ular bir hovlining oldidagi chinor tegidagi supiga amdi kelib turadi. Qutlug' Suboshi hovlidan chiqib keldi. U uncha hayvatlik bo'lmasa-mu, yanida boshliq qaroqchilar birga kelayotganini ko'rib, kelganlar aymindi. Goylar bo'lsa, xushalliqidan o'zini bosolmaydi. Assalomu alaykum qarindoshlar, dedi Qutlug'bay o'ng qo'lini maydisiga qo'yib kulimsirab. Qani, supiga o'ltirili. Bu kishi bizning qo'shin boshimiz Qutlug' Suboshi bo'ladi. Tunishtirdi ularni boshlab kelgan boshlamchi qo'shin boshi Mahmud Qadash. Kelganlar salom berishdi. Go'ylari qizg'in, go'ylari so'g'uqroq edi. Kechirgaylar janobiy boshliq. Biz kechikib keldik, dedi bir oqsoqol kelishgan odam oldig'iroq chiqib. Biz Farg'on xalqiga vakil bo'lib, Ulug' Bug'roxon lashkarlarini qarshi olg'ili keldik. Yog'i oqshomla Qo'qon tarafga qochdi. Mana bu kishi. U yenidagi salobatlikroq birini ko'rsatdi. Bahram Bey, ilgirki Farg'onlik amirimizning o'g'li bo'ladi. Mana bu kishi. U bo'yi egiz, gavdilik, qopqi siliqliq birsini ko'rsatdi. Do'smat Bey bo'ladi. Ilgirki lashkar boshlig'i. Mao kishi shahrimizning mo'tibar o'limasi. U bir chor soqol, sallilik odamni ko'rsatdi. Bak yaxshi. Assalomu alaykum. Qutlug'bay ular bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Do'stlar bilan ko'rishganligimizdan intoyin xushbiz. O'zlarini tunishtirmamlar tag'a. Peqir bir kambag'al qeri. Samat deb otli bo'ladi. Bu tag'am oti bovisidan tortib, ko'ni lashkar boshliq bo'lib kelgan odam. Kishilar qadrlaydigan bovay, dedi qora soqol bir odam. Yaxshi, bak yaxshi. Hammalariga salom. Do'stlar, qani, o'ltirili. Qutlug'bay ularni supiga taklif qildi. O'ltirishdi. Uzoq, qiyin yo'llarni besib, jafoliq janglar bilan kelgan Bug'roxon lashkarlarini bizning xalqimiz qizg'in qarshi oladi, dedi Bahram Bey. Samoniy lashkarlari yengilib qochdi. Xalqimiz xush. Biroq Bug'ro lashkarlarining kelish maqsadlarini biz ochiq bilmaymiz, dedi Do'smat Bey va bir oz to'xtab olib davom qildi. Biz chat yog'ining xalqimizni ezishiga qarshi turamiz. Mayli u g'arbdan kelsin yoki sharqdan kelsin. Shundoq, janobiy lashkar boshi. O'zgan, Namangan taraflarda Bug'roxon lashkarlari kishilarni azobga solmoqda degan gaplarni anglaymiz, dedi sallilik mo'tavar va ehtiyot qilib yer ostidan Qutlug'bayga qarab qo'ydi. Bizning to'g'rimizdagi ashundoq gaplarni kim tarqatgandi? deb so'radi Qutlug'bay. Kim bo'ladi? Albatta Samoniylarda, dedi Samat oqsoqol. Ularning taratgan so'zlari jiq.
Bug'ralar yerlik lashkarlarni qirmoqda, shaharga o't qo'ymoqda, xalqni talab, xotunlarga bosqinchilik qilmoqda va hokazolar. Biroq bu so'zlarga bizning toza ishongimiz kelmaydi. Yo'q narsiga ishonishga bo'lmaydi albatta. Bularning hammasi o'ydirma yala. Kishi avatib, u yoqlardagi ahvolni ko'rib tekshirib yiqishga bo'ladi. Buningdan keyin Farg'onalik bizning qandoq odamlar ekanligimizni ko'rib oladi. Qutlug'bek ochiq chiroy salmoqli so'zladi. Unda ishlarni yo'qmi deyli? Dedi Do'stmatbek qo'rinibroq. Bug'ra lashkarlarning bu yoqqa kelishdan maqsadlarini bilgimiz keladi. Bizga elning erkinligi kerak. Biroq xalqimiz qo'shtin chiqib, so'ramga tushishni xohlamaydi. Ahvolni tushunmay turib, masalani bunda qo'yishga bo'lmaydi, Do'stmatbek. Dedi Bahramxon va Qutlug'bekka qarab davom qildi. Bu kishi Samonilarning azobini ko'p tortgan. Xalq ozodligi yo'lida jiq tirishgan odam. U Qutlug' Suboshiga kechirsizlar degandek ifoda bilan so'zladi. Keyin ma'lum bo'ldiki, Do'stmatbek aslidagi yerlik xalqning lashkar boshi ekan. Samonilar kelgandan keyin uni ishlatibdi. Lekin u Samonilar bilan kelisholmay, toqqa qochib ketgan ekan. Yaqinda Samonilarning o'z ahvoli bilan bo'lib qolganligidan foydalanib, shahar tashqarisidagi yezida bir do'stining uyiga yoshirin kelib, mo'kib yotgan ekan. U oqshom Samonilar qochgandan keyin Bahramxonni tepibdi. Bugun boshqa og'inlar bilan bu yerga kelibdi. U Bug'ra qo'shinining kelishiga xush bo'lsa-mu, Bug'ralar Samonilarni qo'g'lab o'tib, bu elni besib olarmikin, xalqni o'xshashni izlamdikin deb andish qiladi ekan. Bu to'g'rida Bahramxon bilan uning orasida fikri o'xshamaydi ekan. Bahramxon sobiq Farg'ona xonining o'g'li ekan. Samonilar kelganda kichik bo'lgani uchun uningga tegishmabdi. U cho'ng bo'lib qolgandan keyin el ozodligini o'ylaydigan, bosh qotirdigan bo'pti. U yor birodarlari orasida ba'zi tashviqotlar ilib berishdan boshqa iloji qilolmabdi. Keyingi vaqtlarda Qaraxoniylar xondonligining qo'shini kelayotganligini anglab, xalq ozod bo'ladigan bo'ldi deb xush bo'pti. Biroq Bug'ra qo'shinining kelish maqsadlarini ochiq bilmagani uchun Do'stmatbekning qarshiligiga qattiq bir nima deyolmaydi ekan. Lekin Qaraxoniylar bu elga cho'qim yaxshilik ilib keladi deb ishonadi ekan. Bugun bu yerga kelguncha yo'lda bu ikkisi xeyli talishibdi. Do'stmatbek bir ikasi bir keladi. Hammasi talonmishki, ishongili bo'lmaydi, deydi ekan. Bahramxon Qarisiq gap qilmaslik kerak. Ular ham qarindosh, ham dindoshlarimiz. Yaxshi bo'ladi, deydi ekan. Ovu mullam, Bug'ralar keyinroq musulmon bo'lgan xalq. Dinimiz qandoq bo'lar ekan? debdi. Samat buvay, hay, sanamay 8 demayli. Anglishimizcha Bug'raxonlar xalqqa yaxshilik qilyaptarmish. Samonilar ularga qarshi bo'ldi. Shuni ular qarshi turdi. Samonilarning yog'isi bo'lganlar bizning do'stimiz bo'ladi. Shak keltirmasi kerak, debdi. Ular qarshi olg'ila kelibdi. Lekin oshundoq har xil qarashlar bilan ishonish, ishonmaslik, andishalar bilan kelibdi. Qarshi olg'ila kelganiga qaraganda har holda yaxshi niyat bilan kelgan o'xshaydi. Sizlarning ko'ngilinglardagini aytqanlaringlar yaxshi, dedi Qutlug' Subosh. Bu yoqlarda xalqning holi qandoq? Yog'iy nimalarni qildi? Kishilar bizdan nimalarni talab qiladi? Mushu xil ahvollarni bilish biz uchun intoyin muhim. Bugun
har birlarining aytganlarida ma'lum bo'ldiki, kishilar bizning qarshi olg'inidan boshqa ba'zi gumonliq va andishlik qarashlarmi bor ekan. Bu bizni tushunmaslik va samoniylarning ig'volaridan bo'lsa kerak. Men Qaraxoniylar xonadonligining bir qo'shin boshi bo'lish o'rnim bilan ochiq aytayki, biz bu yoqqa yer kerak bo'lib qilib yoki boshqalarni ezish uchun kelmadik. Sizlarni azgan, bizga bosqinchilik qilgan o'rtaq yog'iymiz samoniylarni yo'qotqili. Bu joylardagi qarindoshlarni qutqizg'ili keldik. Mushu ish tugagandan keyin biz qaytib ketamiz. Bizning xoqonimiz Sutbug'raxon bizga yog'iyni yo'qotish, qarindoshlarni qutqizish kerak. Ular lashkariy ma'muriy ishlarini o'zlari boshqarsin. Xalqning hech narsasiga tegmas kerak deb ko'rsatgan. Biz shunda qilmoqdamiz. Yo'lda, o'sh, o'zganda shunda qildik. U joylarga o'zlaridan xon, lashkar boshi tayinlandi. Yerlik cheriklardan qadas qo'shin qurildi. Din to'g'risida andisha bo'lish butunlay o'rinsiz. Ulug' islom dini sizlar bilan bizning o'rtaq dinimiz. Islom dini bizning davlat dinimiz. Biz bu yoqdagi qarindoshlarning qo'shdimmi, so'ramdimmi qutqizg'ili keldik. Ishimiz tugagandan keyin qaytib ketamiz. Sizlar o'zinglar boshqarsizlar. Agarda sizlarning boshlaringlarga chatning kaltiki kelib tegadigan bo'lsa, sizlarning talpinglar bo'lsa, biz yana kelamiz. Bizning ulusimiz bir, tilimiz bir, dinimiz bir. Biz birlikda yog'iyga qarshi kurashishimiz kerak. Qutlug'bekning samimiy, oq ko'ngillik bilan aytgan so'zi ularga ta'sir qildi. Samat bovoy qandoq demidimmi deganda qilib soqollarini silab, kulimsirab, yer ostidan ovi ishkisiga qarab qo'ydi. Akimizning birodarlarcha samimiy so'zlari bizning ko'nglimizni yo'ritdi, dedi Bahramxon erkin qiyofatda. Bizning Bug'roxonlardan kutilganimizning o'zi janoblari aytgandek edi. Biz bak rozi. Jon dilimiz bilan Bug'roxonlarni qarshi olamiz. Bizning o'rinsiz gumonlarimiz uchun kechirgaylar qo'shinboshi Qutlug'bek janoblari. Bizning oralarimizda kechirmaslik degan gap yo'q. Tilakimiz, yo'limiz bir. Xalqimizning holi yana nima bo'lar degan andisha meni o'rinsiz o'yga solgan, dedi Do'stmatbek o'zida yengillik his qilib. Men lashkariy odam. Ko'nglimda borini aytdim. Ko'nglim oydinlashdi. Bahramxonning so'ziga qo'shilaman. Biz birlikda kurash qilishga tayyormiz. Mana gapning o'ngi mundoq bo'ladi-da Do'stmatbek, dedi bovoy. Bug'roxonlar o'zi uchun emas, biz uchun jon tikib bu yoqlarga kelgan tursa, biz albatta ishga qo'llab qarshi elishimiz kerak-da. Biz qaytib shahar xalqini xotirjam qilsak, o'zlarini Farg'ona bosog'isida xalq bilan birga qarshi olamiz, dedi Bahramxon xushal bo'lib. Xo'p, shundoq bo'lsin. Biz kashga yaqin yetib boramiz, dedi Qutlug'bek. Farg'onaliklar xushal-xo'ram qaytishdi. Atsi tong etishi bilanla odamsiz jimjit kent tilg'i keldi. Avval yaqin masjidda muazzinning azon aytgan ovozi anglandi. Kishilar xotirjam namozga mengishdi. Kotaklardan chiqarilgan to'g'ular qoqildashqa, xo'rozlar qishqirishqa boshladi. Qutlug'bek o'rnidan qo'pibla bu ahvolga hayron qoldi. Ajab ish. 2 kundan beri kentda odamning qorisi ko'rinmagan edi. To'yoqsiz jollanib ketdi-ku.
so'radi u talodan kirib kelgan qaroqboshidan. Samonilarning ig'volari bilan kentdagi odamlarning qochqini qechib, mo'kkini mo'kkan ekan. Tunigun Bahramxonlar bir necha kishini qoldirib ketibdi ekan. Ular xalqqa tushundiribdi. Mundoqda. Tunugunga uchrashishimizning natijasi bo'pti-da, ha? Birar osh pishimdan keyin kentdan orqa-orqadan xotin, yosh qeri kishilar qo'shin turgan joyga kelishga boshladi. Ularning qo'llarida non, choy, tuxum, gulqoq, yong'oq, mig'iz hamma narsa bor edi. Ular cheriklar bilan xushal omonlashibla, uni mig'iniga qo'ymay narsalarini beradi. Qizg'in paranglashadi va har xil savollarni so'raydi. Samonilarni tillab turib shikoyat qiladi. Qutlug'bay turgan o'yliga bir bo'voy boshliq 10 kishi kelib hol so'radi. Ular bir cho'gin sutli choy, bir dostxon non va bir qo'y ilib kelishgan edi. Billa o'ltirib paranglashqach choy ichdi. Kelganlar xushal, rozi qaytishdi. Atsi namoz digar deganda qutlug' suboshi Farg'onaga yetib keldi. Boshlamchi qo'shindan keyin Qutlug'bek shaharga yaqin kelganda Bahramxon, Do'smatbek boshliq shahar xalqi qizg'in qarshi oldi. Xalq to'pidan "Xush keldingiz, Bug'ro lashkar omon" degan ovozlar va Nog'ri Sunoyning ovozlari anglanib turadi. 3 kundan keyin Bug'roxon yetib keldi. Butkul shahar xalqi degudak shahardan 5 chaqirimcha joyga chiqib, uni qarshi oldi. Hurmat bildirdi. Kun qayrilib, peshin bo'lganda Bug'roxon otliq Bahramxon va Do'smatbekning hamrohligida yaqin kelib otdan tushdi. Xalqning qarshi elish ovozlari yangradi. Bir muncha yurt mo'tavarlari, oqsoqollar kelib ko'rishdi. Bular orasida Samat bo'voymi, heyliqi mollammi bor edi. Ularning ko'rishishini kutib turgan Qutlug'bek Bug'roxon bilan omonlashdi. Bug'roxon qarshi olg'uchi ommaning o'tirisidan o'tganda, kishilar kayni-kaynidan "Xush keldingiz Bug'roxon, Bug'roxon omon" deb to'lishib turdi. Nog'ri konoylar ovozlari yiroq-yiroqlargacha yangraydi. Bug'roxon ommaga hurmat bildirib o'tib, otlanib shaharga minib ketdi. Bug'roxon Farg'onaga kelib 3-kuni Farg'ona shahridagi inovatli kishilarning maslahat majlisini ochdi. Majlisga yurt kotillaridan, oxun o'limalardan boshqa oddiy fuqarolar bo'lib 300 atrofida kishi qatnashdi. Majlisda Bug'roxon Farg'ona xalqining qizg'in qarshi olganliklari uchun rahmat aytgandan keyin bu qitimqi yurishning maqsadini aniq, tafsiliyroq so'zladi. U Farg'ona xalqining boshqa joylardagi xalqlar bilan birga Qoraxoniylar qo'shiniga yordamlashib, birlikda kurash qilib, Samonilarning azguchi hukmronligini og'dirib, xalqning o'z hokimiyatini qurishga chaqirdi. Oxirida Bug'roxon Bahramxonni Farg'ona amirligiga, Do'smatbekni lashkar boshliqligiga tayinlash fikrini o'ttirg'a qo'ydi. Majlis qatnashchilari qizg'in chavoklar bilan qo'shildi. Ondan bo'z yigit Bug'roxon nomidan yozilgan tayinlash farmonini o'qib o'tdi. Majlis oxirida Bahramxon va Do'smatbeklar so'z qilib, Bug'roxonni va Bug'ro qo'shinini qizg'in qarshi oladiganliklarini, Bug'roxonning rahbarligida Samonilarning azguchi hukmronligini yiqitib, xalq ozodligi uchun birlikda kurash qiladiganliklarini bildirdi. Bugun bak yaxshi kun bo'ldi. Kuzning yiqimliq optipi Farg'ona vodisini
illiq bag'riga besib, Farg'onaliklarning peshonlariga so'ymaydi. Farg'ona qizlarining sho'x naqshi sadolari suzuk osmonda jaranglamoqda. Farg'ona bugun boshqacha xush. U o'zining erkinligini tantana qilmoqda. Ulug' Bo'g'raxonni samimiyat bilan qarshi olmoqda edi. Shahar teshidagi xuddi to'yga bezalgan qizdek go'zal bir mevalik bog'. Qip-qizil anorlar, ol seriq at shaptollar, yaproq oralaridan morab kulib turgan shirin anjirlar. Tak boranlarida monaman deb morab turgan chiroyli o'zimlar. Boranlar oldida etiz qirlarda echilgan har xil gullar. Bog'ning kuzlik tantanasini tabriklab, daraxt shoxlarida qushlar sayrashmoqda. Tak ostida sho'dalarda uzum uzayotgan qizlar boran kaynida anjir, anor uzayotgan qizlar bilan tankash bo'lib naqshi aytmoqda. Quyosh chiqdi, nur chashdi, kuldi go'zal Farg'ona. Qiz yigitlar jo'ri bo'lib, qo'shiq qo'shdi mardona. Farg'onaning qizlari, olma anor yuzlari, do'stiga do'st mehribon, yog'iga o'ch ko'zlari. Üzüm anjir anardan xillab zalli tiziman, Qashqarliq yigitlarga ikki qo'llab sunaman. Hay qarlag'ach, o'ng do'lamga qo'nsangchu, ulug' Bo'g'ra atamga mendin salom aytsangchu. Dolasidagi uzum shingillari selinayotgan sivatni avaylab tutib turgan yigitlar o'zimchi, naqshchi qizlarning fayziga zo'qlanib, kulimsirab qarashyapti. Baram ostidagi sho'tada o'ng so'l, yuqur tuvan to'lg'inib turgan qizlarning uzun o'rmi chochlari belida o'ynab, atlas ko'ngaklarni yelpib turadi. Naqshidan keyin qizlarning chaqchaqlari, kulki ovozlari bog'da jarangladi. Qarmotuq kelgan xumor ko'z bir qizning sho'tisi to'yida sivat tutib turgan bir qovul yigit qizning kulgunchak o'ynoq siyoqiga huzurlanib qaraydi. Qaragancha uning yuragi to'lqinlanadi. Qiz har qitim sivatga egilganda kulib turgan xumor ko'zlarini yigitga tashlaydi. Yigit o'diqib nima deyishini bilolmay, kulimsirash bilan javob qaytaradi. Biroq naqshida qiz Qashqar yigitlarini og'ziga olganda, u yuziga so'g'uq suv sepgandek bilinmas andikib qizga sap soldi. Qiz yigitga bu kunchilik bexini sezdi bo'lg'ay, uningga qarab qaqoqlab kuldi. Maston yigit, sizga nima bo'ldi? Dedi u kulki aralash va qo'lidagi bir tol uzumni shingildan ilib dedi. Mana qarang Farg'onaning munaqisini. Tilingizni yervatmasa hisob emas. Ichingga og'zingizni. U qo'lidagi uzumni yigitning og'ziga tashladi. Qandoq? Tatliqmikan? Tatliqkan. Bek tatliqkan. Tilim 8 parcha bo'lib ketdi. Dedi yigit kulib. Yana birni. U beshini yuqoriga so'zib og'zini ochdi. Naqshi aytib bersangiz beraman. Qaysi naqshini? Qaysini bo'ladi? Iliqi janon degan naqshinada? Asta, uni bu yerda aytqili bo'lamdigan. Qarama qizlarni. Qizlarning barangliqni bir olgan kulki ovozi ko'tarildi. Ular egilib, teliqib kulishadi. Orqadagi sho'tada turgan qizlardan birsi beyit bilan chaqchaq qildi. Mardona xon xumor ko'z, yaringni qilma xijil. Sol yoqdagi qizlardan biri aytdi. Shuncha bexil bo'lamsan, yar sanga bo'lsa ijil. Mardona yuzlari qizirib, ta'tir qarab turib oldi. Yigit u yolg'onidan nima qilishini bilolmay turadi.
bir er kishining tovlagan ovozi anglandi. "Hey, qovul! Chopsan bo'l!" Qovul o'shnisidagi uzum to'lgan sevat bilan borangdan chiqdi. U berib, sevatini peshayvonning supisiga qo'ydi. U yerda qovulning bovisi Samat oqsoqol yenidagi sevatlardan uzum tanlab bir sevatga qochilayotdi. Nimaga shuncha kechikding? Qani, sevtingni yaqinroq akila. Ha. Mana bu uzumlar yaxshi xillab uzilgan. Kim uzgan bu uzumni? Buvay cho'ng shingil munoqi uzumlarni sevatdan olg'ach so'zlaydi. "Mardona." Ha? Mardona? Shunga kechikib qoldim degina. Bo'pti. Sevatlarni ber tatqina. Qovul anjur silingan sevatni bovisining oldiga surdi. Buvay uzum qochilangan sevatning ustini uzum yaproqlari bilan avaylab yopgandan keyin yana bir bo'sh sevatga anjir qochilag'li turdi. U qovulning yordami bilan sharbatlari temib turgan seriq anjirlarni kichikroq yalpoq sevatga har qavitiga anjir yaproqi qo'yib tizib chiqdi. Ustini yana anjir yaproqi bilan yepib, sevat ustini pichon bilan bog'lab qo'ydi. Bir yigit cho'ng bir sevat onar akeldi. Heppalle. Mana bu yaxshi anar ekan, tatliq anar. İkkanlar mavi sevatga yaxshisidan xillab qochilanglar. Buvay yenidagi chaynakdan cheniga ko'k choy qo'yib ichishga boshladi. Shunda qilib bir sevat uzum, bir sevat onar, bir sevat anjir tayyorladi. Samat buvay Farg'ona shahrining chetidagi bir cho'ng bog'liq o'ylining oldiga kelib eshakdan tushdi. U eshakni qovulga berib, qovuq oldidagi qoriqchilardan ishkiri kirib, bug'roqam bilan uchirishni iltimos qilgan edi. Qoriqchi cheriklar kirgizmadi. Balalar, sizlar meni kirgizinglar. Bug'roqanni o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. deb tushundiratdi buvay qoriqchi cheriklarga. Bog'ning o'tirsidagi peshayvonlik saroydan chiqqan erkin qovuq oldida qoriqchi cheriklar bilan takallashayotgan buvayni ko'rib, u yerga keldi. "Nima gap?" deb so'radi u qoriqchidan. Qoriqchi javob bergicha buvay so'zlab ketdi. Mana qarang o'g'lim. Men bug'roqanni ko'raman desam, bular kirgizmayotidi. Men cho'qim ko'rishim kerak. Sizni men taniyman. Bu balalarga buyruq berishingizni so'rayman. Erkin pokiz qiyrilgan bu oqsoqolga sap soldi. Buvayda samimiyat sezilib turadi. Orqasida bir kelishgan yigit bir qo'lida dolisidagi sevatni tutib, bir qo'lida ikki suykan ortilgan eshakni tutib turadi. "Ov yigit, sizning kimingiz bo'ladi?" so'radi Erkin yigitga qiziqib. Bu mening navram, eti qovul. Bilamsiz o'g'lim, men mana mushu navramni bug'roqonga tutqili keldim. Undan keyin bular o'z beg'imdan chiqqan mevalar. Farg'onaning mevalari sizlarning Qashqarning mevalaridan qilishmas deyman. Meni kirgizing o'g'lim. Men kirib bug'roqon bilan ko'rishay. Erkin buvayni o'g'li bilan boshlab kirdi. Buvay qovoqdan kiribla eshak ustidagi suykandan sevatlarni ilishga boshladi. Qovul yordamlashdi. Bir cherik eshakni chatga elib ketdi. Buvay kichik sevatni, qovul yana bir cherik ikki cho'ng sevatni ko'tarib Erkinning kaynidan mengishdi. Buvay qizil yog'liqqa mahkam o'ralgan uzun bir nimani qo'ltiqiga chin qisib olgan edi. Erkin buvayni navrisi bilan saroyning oldidagi bir tarafini uzumlik barang yepib turgan supiga taklif qildi. Buvay gilamda o'ltirib, qo'ltiqidagi o'roqliq narsani avaylab yeniga qo'ydi va duo qildi. Ondan barang tegida sangilab turgan uzum shingillariga qarab oldi-da, Mening uzumlarimga yetmaydi ekan,
dedi ichida o'zicha maqtanib. Sutuq Bug'roxonning maxsus betikchisi bo'z yigit saroydan chiqib bovayga hayron bo'lib qaradi. Kelib salomlashdi. Bu ota Bug'roxon bilan ko'rishgili kelibdi. Mo'u navrisini xonga tutdi ekan, dedi Arkin bo'z yigitga. Ko'rdingizmi? Ajab qovul yigit. Etimi qovul ichgan. U bovayning yenidiga qizil lotiga o'ralgan narsani imlab qo'ydi. Bo'z yigit supining nevida o'ltirgan qovulning yeniga kelgan edi. Yigit hurmat qilib o'rnidan qopdi. Bo'z yigit qovulning yoshlik kuchi urg'ib turgan, kelishgan yo'g'on bastiga endi xat tortib chiqqan burutiga diqqat bilan nazar soldi. Cherik bo'lamsan. Bo'laman. Nemishqa? Yurtimni, ilimni qo'g'dayman. Balli, yaraydi. Ko'rdingizmi mazbutligini? Dedi Arkin qovulga zo'q kelib. Xeyli kuching bor o'xshaydi. Dedi bo'z yigit. Keyin sinab ko'rmak bo'ldimi yoki zo'qlanganlikdimi? Yigitning do'lisiga bir mush urgan edi. Yigit to'yiqsiz tekkan mushning kuchi bilan daldugunib orqaga dojib supiga o'ltirib qoldi. U izzat tortib bo'g'isiga qargan edi. Buvay bir ko'zini qisib qo'ydi. Qovul tugilib kelib bo'z yigitni dast ko'tarib oldi-da, tirqirtib yerga otdi. Endi saroyning peshayvoniga chiqqan Sutuq Bug'roxon qovulning bu shirdak kuchiga qoyil bo'ldi va yerda do'milab yotgan bo'z yigitga qarab kuldi. Yaraysan, kuching bor ekan, dedi bo'z yigit qo'pib chaponlarini qiqib. Mavo bizning yigitimiz bilan bir chelish baqmamsan. U neriroqda turgan bastik bir qoruqchi cherikni ko'rsatdi. Mayli, dedi qovul va balbog' yaktikini yeshib supiga bo'g'isining yeniga tashlab bilaklarini turdi. Cherikmi tayyorlanib ikkisi chelishga tushdi. Bir-birini sinab ozroq cho'rgilgandan keyin cherik hujum qilib qovulning belidan tutdi-da, o'ng puti bilan yo'gab chiymoq silib qovulni yiqitdi. "Hisob emas", dedi qovul qo'pib. "Mard chelishchi chiymoq solmaydi. Biz Farg'onichi chelishimiz." Bo'ladi. Ko'tirib tashlash. Qashqar chelishmi shundoq-ku. Qani boshqada, dedi Arkin. Ular kelib bir pas tutishdi. Bir pas cho'gilashgandan keyin cherik o'ng yonpashqa olmoq bo'lgan edi. Qovul fursatdan foydalanib cherikning belini qo'ribla "Yo ili" deb ko'tirib oldi va pirqirtib kelib o'ng puti bilan ilib otdi. Cherik o'ng disichi yerga tushib ishga do'miladi. Hammaydan kulishib chavak chelishdi. Navrisiga mag'rurlangan bovay kulimsirab soqilini siladi. Bo'z yigit bovayning yenidagi o'roqliq narsaga qaradi-da, yana bir cherikning qilichini so'g'rib ilib, yiqilgan cherikka tashlab berdi. Bovaymi ishkilanmay o'roqliq qilichni so'g'rib ilib, qovulga tashlab berdi. Ular xeyli uzoq qilishlashib, oxir moyir qilichvoz qovul qattiq bir qilich urgan edi. Uning qilichi cherikning qilichini ikkiga bo'lib o'tdi. Cherik bosh egdi. Yaraydi, polvon yigit, dedi Bug'roxon peshayvon palampiyidan tushib kelib edi. Qilichimo isil ekan. Qandoq bo'z yigit, kuchi bormi ekan? Voyjon, sizda kuchi bor ekan. Mendakdan 10 ni qatlab soladigan payli bor. Hazirda ilidan qilishmaydigan o'xshaydi. Nima degan chaddas qilishvoz desa, dedi bo'z yigit. Yo'qsa o'g'lim, Allohning oddiy bandilarini janobi Hazrati Eliga selishtirishga bo'lmaydi. Buning ozroq kuchi bo'lgan bo'lsa, bu Allohning iltifoti. Qilishvozlik ot kasbi, dedi Samat bovay yenidagi yaktak balvoqlarni navrisiga tashlab berdi. Bug'roxon qiziqib bovayga qarab turadi. Arkin: bu bovay o'zlari bilan ko'rishgili kelgan ekan. Bu bola navrisi ekan", dedi.
Buvay oldirab supudan tushib tazim qildi. Assalomu alaykum. Ulug' Bug'roxonning umrlari uzun bo'lg'ay. Rahmat, o'ltirsizlar. Sutuq Bug'roxon buvayni supuga taklif qildi. Biz ko'rishgan. Tonish biz. Senmi o'ltir yigit. Kel, tortinma. Qovul qilichini buvisiga berdi. Buvay yengi bilan qilichning parqiroq besini surtib, yana lotiga o'rab qo'ydi. O'zlarining qo'shin tortib kelib, biz Farg'oniliklarni zolim yog'ining zulmidan xalos qilganliklari uchun butkul al-xushal. Buvay qo'pib, tazim qilib, yana o'ltirdi. Shosh, Qo'qand, Samarqand, yana Buxoro, G'azna, Herat. Qisqasi, butkul xalq o'zlarini to'rt ko'z bilan kutmoqda. Farg'ona xalqining hurmatiga hashqallah. Biz davomli ilgirlaymiz. Bu bizning burchimiz. Supuga dasturxon, maza qo'yilib, choy qo'yildi. Qovul tortinib, piyolni qo'liga ololmay o'ltirdi. Balbeg'ning uchi bilan peshonasidagi tarni ertatdi va xijolat bo'lib, yer ostidan bo'z yigitga qarab qo'yatdi. Bo'z yigit uningga kulib, ko'z qisib qo'ygandan keyin bir oz ko'ngli tinchidi. Lekin u yana qo'rinib o'ltirdi. Ulug' Xoqon Bug'roxon bilan ko'rishganligim uchun ziyoda xursandman. Buvay o'ltirgunicha ozroq oldiga egilib qo'ydi. Ig'iz tegarmikin deb o'z beg'imizning mevasidan ozroq og'ach kelgan edim. Buvay supudagi sivatlarni ko'rsatdi. Qo'shqarning sharti bilan qoriqchi bolalar sivatlarni uyga akirib ketishdi. Endi o'zlariga bir zo'r iltimosim bor. Qani, isla. Mana bu bola mening navram, iti Qovul. Buni o'zlariga tutmoqchiman. Qabul qilmoqlarini so'rayman. Shundaqmi? Bak yaxshi. Bug'roxon kulimsirab o'ltirgan Qovulga qarab qo'ydi. Yaxshi gap. Al ozodlik uchun mana shunda Qovul yigitlar kerak. Yigit, qandoq, o'zing rozimi? Cherik bo'laman. Oti buvamning yo'lida ma'man. Qovulning keskin javobi Bug'roxonni qoyil qildi. Masga kelib, uningga qaradi. To'g'ri deydi, oti bolasida. Dedi buvay navrisiga zo'qlanib. Bovam ham otam cherik bo'lib mingboshi bo'lgan ekan. Men 25 yoshimda cherik bo'lib 100 boshi, keyin mingboshi bo'ldim. Mana bu Qovulning otisi, o'g'lim cheriklikda olamdan o'tdi. Endi navbat Qovulga keldi. Buni talib ekan. Navbati yaxshi vaqtga to'g'ri keldi. O'zlarining zamonida qilich ko'tirsa armon yo'q. Buning qilishvoziqiga hayron qolmasimi bo'ladi ekan? Aslida bu bovlarning kasb ishgan emasmi? Dedi Arkin. Shundoq. Boladan bolaga o'gitib kelyapmiz. Men bu bolani 10 yoshidan qilichvozlikqa o'gitib kelganman. Mundoq gapdanga bova. Dedi bo'z yigit chaqchaq oralash. Uqishmay chaqchaq qiptimizda. Hilimi Xudoyim saqlabdi. Buvay o'roqlik qilichni chiqarib o'rnidan qo'pdi va sag'ri-g'iloblik qilichini Bug'roxonga sundi. Navram bilan bizning oilamizning angushtiri. Otim rozi bu qilichni o'zlariga taqdim qilaman. U qilich tutgan qo'llarini ko'tirib oldiga sunib beshini aytdi. Qovulmu buvisi bilan qator turib, qo'llarini maydasiga qo'yib ta'zim qildi. Hashqallah. Rahmat. Qani, o'ltirli. Dedi Bug'roxon o'rnidan qo'zg'alib va qilichni qo'liga oldi. Buvay bilan Qovul o'ltirdi. Bug'roxon qilichni qinidan so'g'irib elib, yaltirab turgan qilichqa sapsilib oylantirdi. Qilichning sepiga o'yilgan Rustam degan xatni un chiqarib o'qidi.
Shundoq, Rustam, bovamning iti. Bu qilishni u cherikbashi bo'lganda tutgan ekan. Farg'onada dangliq bir to'mirchi bovay bu qilishni oshu yigitga otab so'qib, itini o'yib sungan ekan. Bu bak qimmatli qilich ekan, dedi Bug'raxon ta'sirlanib. Rostilla sizlarning oilanglarning oti miros angishtirir ekan. O'zirga ko'p rahmat. Rahmat o'zirga ulug' xoqonim. Bizning angishtirimiz endi joyini topdi. Endi angishtar bizning bo'ldi. Qovulmi bizning bo'ldi? Shundaqmi? Shundoq. Men endi o'lsammi ormonsiz o'laman, janobi Bug'raxon. Yaxshi. Endi men bizning bu angishtar Rustamni, shu Rustamning avrisi bizning qovuljonga taqdim qilaman. Qandoq deylar? Bug'raxon qilishni qovulga sundi. Qovul bovisiga qarab qo'yib qopdi. Bu angishtarni ching tut o'g'lim. Bovangning bovisi Rustam cherikbashi boshlab bergan oila qahramonlik yo'lida mazmutman. Bu angishtar avlodingdan avlodingga miros bo'lib, al angishtir bo'lib qolg'ay. Bug'raxonning so'zlaridan qattiq ta'sirlangan Samat bovoy o'rnidan qo'pib Bug'raxonga ta'zim qildi. Barakalloh, ulug' Bug'raxon. Mening navram bu topshiriqlarni cho'qim amalga oshirdi. Qovul titrab turgan qo'llaridagi qilishni ching tutqunicha xonning oldiga tiz cho'kdi. Ulug' xoqonimizning so'zlarini hargiz unutmayman. Uning so'zlari xuddi qasamyat qilgandek qat'iy, o'tkir chiqdi. Uningdagi do'lqinlangan ruhiy kuch uni shundoq so'zlatdi. U shu topda o'zini, borliq hayotini alga, Bug'raxonga beg'ishlagan edi. O'rnidan qop qovul, dedi Sutuq Bug'raxon. Yaxshi gap. Al umidini unutma. Ota bobollarining umidini unutma. Qoriqchi bolalar bovoy ilib kelgan uzum, anjur, anorlarni dasturxonga qo'ydi. Sutuq Bug'raxon bir-biri bilan baslashgandek tatliq, kulib turgan mevalarga qarab dedi. Farg'onaning mevalari bak yaxshi ekan. O'zlari usta bog'van o'xshaylar. Qirg'anda ishqilib meva daraxtlari bilan elishiman. Kuzlik anjur yaxshi bo'ladi. Qani, iltifot qilsizlar. Bovoy bir anjurni xon oldiga qo'ydi. Bug'raxon anjurni sho'pikidan ayirib, huzurlanib yiga so'radi. Qovul o'ylandimi? Yo'qsa, texi bola emasmi? Biror loyiqi bormi? Loyiqi? Uyimizda o'zim beqib cho'ng qilgan bir yetim qizimiz bor. Ular o'zlari xeyli amroq. Hozir cherik bo'lsin-chi, u yaqini keyin ko'ramiz. O qizning iti nima qovul? Bug'raxon balbeg'ining uchini uvlab, yerga qarab o'ltirgan qovuldan so'radi. Eti? Uning iti mardona. Bovam daverdi. Qovulning yuzi qizirib ketdi. Mardona. Obdan iti bor ekan. O qiz qancha yoshda? Bu yil 19 ga kirdi. Javob berdi bovoy. Bir do'stimning yolg'iz qizi edi. Ota-onasidan 7 yoshida yetim qilib, men beqib olgan edim. Zirak qiz bo'ldi. Qovulni o'qitdi desilar u. Bova. Bolalarning to'yini qilib etsak qandoq? Qovul ondan cheriklikka kelsa. Bu ishni biz texi o'ylashmabdimiz. Tayyorligimizmi yo'q edi. O'ylashmagan bo'lsak, endi o'ylashaylik bova, dedi Erkin. Xonimiz yaxshi gap qildi. Tayyorlikni birga qilmaymizmi? Bu tarafini men qo'yib pasla. Shunda qilaylik bova. Qovul bo'kini osmonga otidi desilar. Bu yigit qovulga chaqchaq qildi.
Qandaq dedim yigit? Ko'nglingnikini aytdimmi? O'ltirganlar ko'lishdi. Qovul qizargancha beshini ichiga tiqatdi. Bo'pti. Xonimizning so'zi bo'yicha bo'lsin. Dedi buvay rozilik bildirib. Buvay qovul bilan xushal xo'ram uyiga qaytdi. U suykan ortilgan eshakka minib, chegi uzangidagi putlarni o'ynatib, yo'l yoqasidagi sagi teraklarga, iriqdiki suzuk suvga qarab ketib boradi. Samat buvay bir xush ovoz odam edi. Ammo umrida bugünkidek shirin xushlik sezmagan edi. Kimlardir uni maraklagandek qiladi. Teraklar yaproqlarining chavak chilishlarimu, suvning shildirilishimu boshqa kunlardagidan yiqimliq anglanadi. Bug'raxon ajab esil kishi ekan. Qarang, mana shundoq ulug' kishilar haqan bo'lsa, albaxtlik bo'lmay qolmaydi. Texi qovulning to'yini qilib qo'ymoqchi bo'lg'in demamdigan. Cho'ng g'amxo'rlik, otidorchilik bu. Endi bolalardan xotirjam bo'ladigan bo'ldim. Bu teximi yaxshi bo'ldi. Buvay o'ylag'ash yenida qizil lotig'i o'ralgan angushtarni chin qo'ltiqlab kelayotgan navrisiga qarg'an edi, qovul kulimsirab ketib beribdi. Shundoq u kulimsiraydi. Lavlarini tishlab chondirmaslikqa tirishsa-mu, chiroyidan urg'ib teshig'i tepib turgan kulki kuchini besishga qodir emas edi. Mardoniga bo'lgan. Borgancha uni rayimsiz chongilida qistavotgan muhabbat kuchi uni allaqachon asir qilib bo'lgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, o'zining xohishi bo'yicha cherikka ketishga rozi bo'lgan edi. Ammo cherikdan qachon qaytishini, Mardonidan ayrilish qiyinchiligini o'ylaganda ko'ngli xira bo'ladi. Qarang, bu Bug'raxon nima degan donishmand odam-a? Cherikka ketish oldida uni yurak portisi Mardoni bilan qo'shib qo'ydigan bo'lganini, yana oila angushtiri bo'lgan qilishni uningga qaytirib taqdim qildi. Nima degan ulug' odam u? Bundoq kishining qo'l ostida cherik bo'lib o'lib ketsang, armoning nima? Mardoni qanchalik xush bo'lib ketar. Shundoq shirin o'ylarda kelayotgan buvay bilan qovul uyiga kelib qolganligini bilmay qoldi. Mardona yugurib chiqdi. Bova, Bug'raxon degan qandoq kishi ekan? U nima dedi? Qovulning cherik bo'lishiga qo'shildimi? Qilishni elib xush bo'lgandi, ha? Mardona orqa-orqadan savollar bergach, buvusini qo'ltiqlab o'ydaga elib kirdi. U o'ynoqlab buvayning kulib turgan ko'zlariga talmiratdi. Shayton qiz, mava akandimmi so'ra? Dedi oqsoqol va orqasida o'ylig'i kirayotgan qovulni ko'rsatdi. O'zi uy tarafga mangdi. Mardona oldirab qovulning oldiga borganda, uning qo'ltiqidagi yo'gaklik qilishni ko'rib so'radi. Voy, bu qilishni olmabdi-ku. Nemishqa qaytirib keldingiz? U javob bermay, boshqacha kulib turgan qovulga qarab hayron qoldi. Nima bo'ldi? Yot bilan kulisiz-ku. Cheriklikka oldimi? Voyjon, nimaga kulayverdigandi? Menga hajab bugun ko'rganda qaraysiz-ku. Mardona gap qilmay kulib turgan qovulga qarab so'raverdi. Ayting-a, bir ish bor-ku? Yaxshi ishmi, yomon ishmi? Bo'lmasa xafa bo'laman. Mardona norozi bo'lib dodilong'ila qopgan edi. Qovul uning qo'lidan tutgancha yugurtib boqqa chopdi. Voyjon, ostroq cheping. Putim sunib ketdi. Voy ostroq. Degach, Mardona dingoslab ketib boradi.
Buvay uydan chiqib, Mardonning bog'da qaqoqlab kelayotgan ovozini anglab turib qoldi va peshayvonda o'ltirib, yana boqqa quloq soldi. Mardonning kulki oralash so'zi anglandi. U borang ostida ichiga potmay pirqiraydi. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Qavul Mardon jib bo'pti. Lam tirlamlam tirilamlam, xo'p bo'pti, jib bo'pti, tirilamlam. Quchoqlab mangziga so'ydi va uni ikki qo'lidan tutib pirqiratdi. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. O'ynang akam cho'gilay, Mardoniga to'y bo'pti. O'ynang ukam cho'gilay. Qavul jonga uy bo'pti. O'ynang akam cho'gilay. Endi bular to'yning oldida putlari sinib qolmasin yana. Avvali to'y, ondan cherikda. To'g'ri akamning qarori bu. Bo'ysunmasangiz peshingiz ketadi jimi? Yigit, taxas bo'ling. Yana kulki ovozlari. Bu qitim ko'tarilgan bom zil ovoz bog'da jaranglab ketdi. Bir necha kundan keyin Qovul bilan Mardonining to'yi bo'ldi. Bu to'yning qandoq shodiyona, dog'dug'liq bo'lganini faraz qilib olish mumkin edi. Qisqasi, Farg'ona sog'zandilari bor yo'q hunarini ko'rsatdi. Sho'x Farg'ona qiz yigitlari xumordan chiqqudek yayrab o'ynadi. Bug'raxonning Erkin bilan bo'z yigitni avatib ma'raklashi, Qovul bilan Mardoniga bir jup kumush tumor sovg'a qilishi to'yni texmi qizitibdi. Samat buvayning beg'i bir kun atgandan tun 20gacha qaynadi. To'yning danqi, Bug'raxonning bir jup yoshqa qilgan g'amxo'rligi butun Farg'onaga taraldi. Sutuq Bug'raxon bog'dagi gulzorliq yo'lda mengib yurib o'ylaydi. Farg'onaga kelgili 10 kun bo'ldi. U Qutlug' Suboshidan 3 kun keyin kelgan edi. Bug'raxon kelib, maslahatlashgandan keyin Qutlug' Suboshi Qo'qanga qarab yurib ketdi. Qo'qanda urush boshlandi bo'lg'ay, lekin texi xabar yo'q. Xonish Oydinning xetiga qaraganda davlat ishlari yaxshi ketib beribdi. Olib Orislonni o'zgandan Namanganga yo'lga selib, ondan o'zi yo'lga chiqqan. Qo'shqarni uningga qo'shib bergan edi. Bu yil qishqi qolmasdan Samarqandni elish kerak. Vaqt qistab kelyotdi. Qandoq bo'lar ekan? Qo'qand bilan Shosh, Yog'iyning ikki qo'li. Endi To'kur Mansurning qo'llari patrab kesib tashlansa bo'ladi. Mansur Samarqandda kuch to'plamoqda. U o'lgichi tirkishi mumkin. Gap yo'q. Bug'ra qo'shini yerlik qadash qo'shinlar bilan ulg'aymoqda. Yana Abu Ali bilan Sibuq tekillab. Xalq Bug'ra qo'shinini obdan qo'llayotdi. Cheriklarning tartibi yomon emas. Lekin xalqni norozi qiladigan ishlardan saqlanish kerak. Ishlar yaxshi. Lekin shundoq o'ngishli ketaverami? Hushyor bo'lish kerak. Urushni utuqli tugutish uchun ko'plagan qiyinchiliklar, balki o'ylamagan ishlar yuz berishi mumkin. Bug'raxon o'ng'i burilib, xushol kelayotgan betichisiga qaradi. Bo'z yigit. Siyoqingiz qaraganda yaxshi xabar olgan o'xshaysiz. Shundoqmi? Shundoq. Ikki yoqdan tang choparman keldi. Mana Qutlug' Suboshidan ham olib Orislondan xat keldi. Rostli yaxshi xabar ekan. Qani keling. U berib gulzorliq chetidagi uzun o'rindiqqa o'ltirdi. Qani, xatlarni o'qing. Sodiq g'olam bir patnosda 3 cheni elib keldi. Uning orqasidan Erkinmi yetib keldi. Bo'z yigit xon jiqroq qiziqqan Qutlug' Suboshining xetini avval o'qib berdi. Uning yezishicha, ular Qo'qonga yetib kelmayla Yog'iyning cho'ng to'sqinligiga uchrabdi. Yog'iyni bo'sh chog'lig'anlik va oz kuch bilan ilishqanlik uchun ha deganda jiqroq chiqim tortib ketibdi.
Şoňa kayniga giyinip tayyorlanishga to'g'ri keldi. Keyin ikkinchi qitimliq jang boshlanib, Yog'iy chekinibdi. Qarshilik kuchi yana cho'ngroq ekan. 3-chi jangda Qo'qantni olmoqchi ekanligini aytib, xonning Qo'qat ilingandan keyin kelishini so'rabdi. Bug'raxon diqqat bilan xatga quloq soldi. Ba'zi joylarini qayta o'qitib angladi. Arslanning xetini o'qing, dedi xon qopoqlarini turib, bir yoqqa qarab turgan qiyofatini o'zgartmay. Bo'z yigit Olib Arslanning xetini o'qidi. Olib Arslan Namanganga Chabar suboshidan 2 kun keyin yetib beribdi. Bo'taloq tuman boshi Qadash qo'shinlar boshlig'i Ma'mat Ali bilan Moyli soydan yo'lga chiqqandan keyin Namangandan O'zganga qarab yo'lga chiqqan yog'iychiliklarni to'sib, jang qilib, ularni Namangan yoqqa qistab borgan ekan. Chabar suboshi berib, birlikda bir kun jang qilib, birli jangda Namangonni opdi. Undan keyin Arslan beribdi. Qo'shqorbekni Namanganga amir, Ma'mat Alini lashkar suboshi qilib jakolabdi. Shahar tinch, el omon ekan. Chabar suboshi qo'shinini boshlab shoshqa qarab ketgili 10 kun bo'ldi. Olib Arslan ati yo'lga chiqmoqchi ekan. Ishlar joyida. Omon bo'ling debdi Olib Arslan xetining oxirsida. Bo'z yigit xatlarni o'qib bo'lgandan keyin Bug'raxon Gulxon oldidagi kichik saynoda 2 qitim oylandi. Bo'z yigitning oldida to'xtab dedi: Arslanning ishi yaxshi ekan. Endi gap shoshda. Shoshni ilishmo qiyin bo'lmas. Qutlug'bekning ishi qiyinroq o'xshaydi. Qo'qan Samarqandning bosog'isi. Yog'i u yerga jiq kuch to'plagan. Biz chopsanroq otlanaylik. Bu yerdagi ishlar tugidimi? Tugab qoldi. Qolgan ishlarni Bahram Amir bilan Do'stmat lashkar boshi boshqura. Bularning Farg'onada nomi bor ekan. Ularni Amir lashkar boshi qilib tayligini emas, to'g'ri bo'pti-dan. To'g'ri bo'pti, dedi Erkin. Ular kunduzni kechiga ulab ishlamoqda. Al ishiga obdan ko'ngil qo'ydi ekan. Farg'ona xalqi o'zlarini ko'rishni xohlaydi. Bir vaqt belgilab bersizlikka, dedi bo'z yigit oxirida. Yana yerda qo'shillar bor. Do'stmat Bey bu yerga kelgandan beri xeylijiq chirik oldi. Qo'shib qo'ydi Erkin. Ata juma emasmi? Juma namoziga berib, xalq bilan uchrashaylik. Buni oldin uqtirmaslik kerak. Yerli cheriklar bilan ketish oldida ko'rishaylik. Biz 3 kundan keyin yo'lga chiqsak bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'z yigit Erkin tang javob berdi. Qovuq oldida kishilarning ovozi anglandi. Erkin darhol u yoqqa ketdi. U uzoq o'tmay qaytib kelib, tunugun o'lim jazosiga hukm qilingan bulang'chi cherikni ilib bir muncha kishilar ketdi. Uni kechirsa deydi, o'zlari bilan ko'rishishni so'raydi. Ularni hoyliq kirgizing, dedi Bug'raxon. Erkin qovuq tarafga mangdi. Bir pasdan keyin Bug'raxon o'ylig'i kelgan edi, 200-300 kishi kutib turibdi. Ularning oldida bulang'chi cherik bosh egib turibdi. Kishilar ta'zim qilib Bug'raxonga salom qilgandan keyin bir oqsoqol kishi oldiga chiqib so'z qildi. Ulug' Bug'raxon, bu bolani kechirgaylar. Biz buni dorning ostidan ilib keldik. Bu bulang'chi bizning farmonimizga qarshi ish qilgan. Uni dorga yesish kerak. Shundoq ulug' Xaqon. O'zlari farmonni el manfaati uchun chiqargan. Ana shu el o'zlaridan so'raydi. Bu bola gunohini iqror qilib, tavba qildi. Yosh ishkan. Ota-onasi bor ishkan. O'zlariga texi bundoq cheriklar kerak.
oqsoqolning so'zi Bug'roxonni o'ylatib qo'ydi. Bu chirikni burun kun qoruvchi chiriklar bog'lab ilib kelgan ekan. U bir ho'ylig'i kirib, bir paxlonni bulab ekan. Paxlon egisi ayol zorlab to'sib olsa, uni tepib yiqitib, paxlonni ilib manganda, atrofdagi kishilar to'ssa zo'rlik qilibdi. Cho'chaqda qoruvchi chiriklar kelib qilib, paxlonni egisiga qaytirib berib, uni bog'lab xonning oldiga ilib kelgan edi. Kishilarning mol-mulkini bulg'onlarga o'lim jazosi beriladi degan farmon bo'yicha Bug'roxon uni o'limga hukm qilgan edi. Bugun hukmni ijro qilmoqchi bo'lganda, bu odamlar uning tovuq qilib yig'lig'ini ko'rib, boshqalardan so'rab, bo'shitib bu yerga ilib keldi. Hukmni Bug'roxonning o'zidan boshqa hech kim o'zgartirmaydiganligini ular biladi. U tovuqibdi. Ota-onasi bor ekan. Bundaq yosh chiriklar kerak. degan so'zni ichida takrorladi Bug'roxon. Yana bir 30 yoshlik odam oldiga chiqib, "Farmonga agar yaxshi odam bo'lib tovuq qilishni xohlasa, kechirim qilinadi" deb qo'shib qo'yishni janobi oliylardan so'raymiz, dedi. Bo'lonchi chirik xonning oldiga yiqildi. Tova qildim ulug' ota. Men tova odam bo'laman. 10 kishilik jang qilay. Qeri ota-onamning hurmati uchun. Deginicha qo'llarini so'zib xonga yelindi. Uning taramlab eqiyotgan ko'z yoshlariga qarab, xonning ko'ngli eridi. Mayli. Sizlarning talabinglar uchun kechirim qilishga bo'ladi, dedi Bug'roxon. Lekin bizning farmonimiz yanada o'z kuchida qiliverdi. Jangchi xushliqidan oqqan issiq yoshlari bilan xonga hashqolli aytdi. Keyin u qo'pib berib, oqsoqolni quchoqlab yig'ladi. Bugun ozni kuni. Juma masjidining ichkari tashqarisi jamoat bilan liq to'lgan. Ular ilgari oxir namozning sunnatini o'qib bo'lgan edi. Bug'roxon, Amir Bahramxon, Do'stmat Chirikboshi, bo'z yigit erkinlar bilan kirib kelganda, xutba o'qish uchun amda qo'zg'algan xatib xonni ko'rib qoldi. Jamoat ichida g'o'la-g'o'la, pichir-pichir bo'lib ketdi. To'nug'anlar to'numug'anlarga tonashtirib, birdamdila ichkari tashqari masjidning hammasiga tarilib bo'ldi. Kishilar o'ri to'pi bo'lishib, bo'yinlarini so'zib qarashyapti. Xatib oxunim xutba pashtiqiga chiqib, bir yoqqa yo'laklik tayoqni qo'liga ilib, to'g'risog'i tutdi va o'qishga boshladi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, val aqibatu lil muttaqin. Xatib yo'tilib ketdi. Uning rost yo'tili keldimi yoki huduqib qoldimi bilib bo'lmaydi. Lekin qo'lidagi tayoq titrab turadi. U bir necha joyda ezib tashlab, oxiri xutbani tugatdi. U mihrobga kelishiga jamoat gur qilib qo'pdi va xatibga agishib namoz o'qidi. Juma namozining 2 rakat farzi tugagandan keyin bir qorim soz ovoz bilan tilovat qildi. Xatib qo'l ko'tardi. Ilohi amin. Allohu taborak va taolo ulug' xaqonimiz Sulton Bug'roxonga uzun umr ato qilg'ay. Allohu akbar. U uzun soqollarini siladi. Jamoat agashdi. Bug'roxon ishkirki masjiddan chiqqanda, kishilar masjid hovlisiga to'lib uning chiqishini kutadi. Xatib oxunim va Bug'roxon yaqinda qabul qilib tunishgan bir qancha yo'g'on sallalik o'lima ikramlar. Sallisiz boy sifat kishilar
Bug'raxon bilan ikki qo'llab ko'rishdi. Masjid o'ylasaga kayni-kaynidan odam to'planishga boshladi. Xatib oxunum ko'pchilikka qarab so'z qildi. Ulug' Qaraxoniylar xonadonligining xaqoni, islom dinimizning atoqliq peshvosi Sulton Sutuq Bug'raxon oliylari masjidimizga qadam tashrif qilib, ahli jamoat bilan birlikda namoz o'qiganligi bizni ziyoda xursand qildi. Ulug' Bug'raxon xalqimizni zolimlar zulmidan qutqizib, erkin hayot baxsh qilmoqda. Buning uchun xalqimiz cheksiz minnatdor. Janobi Alloh Sulton oliylarga nusrat va oq yo'l beg'ishlag'ay. Amin. Amin. Bahram Amirning taklifi bilan Bug'raxonmu qisqa so'z qildi. Assalomu alaykum jamoat. U o'ng qo'lini maydisiga qo'yib egildi. Va alaykum assalom degan ko'p kishilik ta'sirlik ovoz ko'tarildi. Biz Farg'onaga kelgandan beri o'z uyimizda xushallik his qilmoqdamiz. Biz Qashqarlik, Farg'onalik, Balasag'ulluq, Samarqandliklarning hammamizning makoni bir, ulusimiz bir, dinimiz bir, tilimiz bir, qon qarindoshlarimiz. Biz el erkinligi uchun, birlik uchun, muqaddas dinimiz uchun jangga otlandik. Bizning janglardagi utuqlarimiz bizni samimiy qarshi olgan. Biz bilan birga yog'iga qarshi chilishayotgan xalqqa sizlarga mansub. Biz Samaniylar hukmronlarini bu eldan qo'g'lab chiqarg'uchi jang qilamiz. Qarindosh uluslarimizni cho'qim ozod qilamiz. Batur, xush ovoz Farg'onaliklarning, Amir Bahramxonning va Cherikboshi Do'smat Begning yetakchiligida kurash bilan olg'i bosilganligiga ishonamiz. Sizlarga Alloh yor bo'lg'ay. Bug'raxonning ochiq, samimiy, qat'iy so'zi kishilarga cho'nqur ta'sir qildi bo'lg'ay, ko'pchilik hayajon bilan angladi. Demisimi, uning so'zi ta'sirli bo'ldi. Uning seriq shoyi sallilik, moshlang to'liq kelishgan qiyofati, ishonch va mehribonlik bilan kulib turgan siyoqi odamlarni o'ziga tortdi. U ulug' islom davlatining mashhur podshohi. Yana kelib, u o'z yurtida birinchi bo'lib musulmon bo'lgan va islom dinini taratgan odam. U rostilla sharafli, ulug' kishi. Bundaq kishining obdan so'zlarini bevosita anglag'uvchilar qandoqmi hayajonlanmasin. Ulug' Bug'raxon omon bo'lg'ay deb to'lidi ko'zlaridan yosh eqib turgan kichik sallilik chor soqol odam. Omon, omon deb to'lidi ko'pchilik. Ko'z yeshi qilmagan odam oz qoldi. Ba'zilar buqildab yig'laydi. Bug'raxon, Amir Bahramxon va Do'smat Beglarning hamrohligida masjid supisidan tushganda kishilar to'pi uni o'rib oldi. Ular tixmi-tixmoq. Bug'raxonning qo'lini ilib, yuzlariga, ko'zlariga surtatdi. Qo'li yetmaganlar chopinini silab ko'ziga surtatdi. Odamlarning xushallik yoshlari yuz soqollarida oqatdi. Odamlar tiqilib ko'payib ketdi. Bug'raxon siqilib qoldi. Do'smatbek, "Xaloyiq, yo'l beraylik!" deb vorqirgandan keyin jamoat bir oz yo'l bo'shatdi. Erkin masjid qovuqi oldida turgan qarog'chi cheriklarni boshlab kirib yo'l ochdi. Shuningdami oson bo'lmadi. Bug'raxon oron balolikda tarlab pishib qovuqdan chiqdi. Sutuq Bug'raxon qo'rqinchga qarab otlandi. U Amir
lashkar boshining hamrohligida bo'z yigit erkinlar bilan billa qorug'chichiliklar qatori o'ttirsida otliq ketib bordi. Farg'onaning kuzgi atiyalik quyoshi o'tkir nurini chechib uni uzatmoqda. Ular shahar teshida ikki yoqda qator tizilib turgan qadosh qo'shinlar orasidan o'tdi. Cheriklar "Sulton omon! Omon! Omon!" deb to'lishib turdi. Bug'raxon kulimsirab ularga hurmat bildirib, ot ustida ikki yoqqa qarab qo'l ko'tarib maqdi. Yana ozroq mang'ondan keyin yo'lning ikki chetida rassiz turgan cho'ng kichik ayol odamlarni ko'rdi. Ularning bir mo'nchilari bolalarini, erlarini endi uzitib ayrilgan bo'lsa kerak, esadab ro'mol balbog'lari bilan yuz ko'zlarini ertatdi. Qorug'chi qo'shin kelishi bilan bir mo'nchilari ularga yugurishdi. Ular cheriklarga kichik bo'pa, non, yana bir nimalarni uzitib, qo'llarini ching siqib, ko'z yeshi qilib uzitadi. Ishlarning o'tirsig'i kelganda Bug'raxonning ko'zi Samat oqsoqolga tushdi. U ot ustidagi qovulning yonchiqiga bir nimalarni tiqib so'zlab o'tadi. Keyin oqsoqolning yonida turgan bir cho'kon qovulga qizil yog'liqqa o'ralgan bir kichik bo'pi berdi-da, ta'tir qarab beshidagi yog'liqning uchi bilan yeshini surtdi. Qovul nagolalikda birdam qarab turdi-da, etining tizginini qo'yib etdi. Lekin xeyli uzoqqa borguncha bo'g'isi bilan cho'kinidan ko'zini uzmadi. Ongacha Bug'raxon yaqin kelib qoldi. Salom ulug' xonim, dedi bovoy Bug'raxonga ta'zim qilib. Ilohim oq yo'l bo'lsin. It qoldir kelsin, dedi Bug'raxon itini to'xtatib. Bo'lsin-al, mardoni bo'z kerak. Cho'kan yuzini surtib, bosh yog'liqini tuzitib, ikki qo'lini maydisiga qo'yib ta'zim qildi. Ko'zidan yosh oqqizgan mardoni bo'la olmaydi. Shundoq emasmi singlim? Mardona izzo aralash kulimsirab yerga qaradi. Balalar kichkidan billa o'sgan edi. Ayrilish oson kelmayotga o'xshaydi, dedi bovoy Mardonaning beshini silab. Kichkidan billa o'sgan, endi birdan bir jon bo'ldi. Abadiy billa yashaydi. Qovul utuq qozinib qaytib kelganda siz mardonalik bilan qarshi oladigan bo'ling. Bo'lamdi. Mardona yerga qarag'unicha beshini langshitdi. Kamal topsizlar, umrlari uzun bo'lsin xoqonim, dedi oqsoqol yuz soqollarini silab. Xayr xo'sh, dedi Bug'raxon va yana boyqidaklar, lekin xushal ta'zim qilgan Mardoniga qarab qo'yib, etini qo'yib berdi. Xonni kutib to'xtagan qorug'chilarmi qo'zg'aldi. Kishilar orasidan chiqqandan keyin Bug'raxon Bahram Amir va Do'smat Cherikboshi bilan xo'shlashib yurib ketdi.